Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimizning mehmonlari. Navbatdagi videomizni Andijon mashina bozoridan Matiz avtomobillaridan boshladik. Birinchi avtomobilimiz akalar 2014-yil 284 ming yurgan oq rangdagi Best avtomobilimizni motor qismiga kelsak, mana motor holatlari, shoklari, ustunlar, xullasi, gazlari, konditsioner, akalar hammasi xullas bor ekan. Mashinamiz holatini ham ko'rib turibsizlar. Chiroyli holatda turibdi akalar. Balonlar egisi balolarimiz o'rtacha holatda. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? O'zingiz charchamaysiz. Lino'dan ko'rish, chixol, xullas mana salon holatlarini ko'ryapsizlar. 284 ming yuribdi akalar. Orqa oynalar tonirovka, mana xullas salonlari ham akalar chista, xullas chixollarga taqib qo'yishibdi, xullas o'zingizlardan bir qator kelib ko'rib tekshirib olasizlar. Bagaj qismiga kelsak, temir metal bagajimizning shoklari, avtomobilimiz bu yoqdan bir qator ko'rinishi, mashinani orqadan akalar bir qator vidufasi. Aka, motor xatoyi yaxshi? Motori akalar soatda soatda ishlab turibdi ekan, 89 o'zi deyapti. Soatda ishlab turibdi. Shumkalar bo'lgan ekan, xullas mashina hadoyda ham ishi yo'q, a? Yo'q. Hadoyda ham ishi yo'q. Xullas olib turib minishga tayyor, unaqa rasvot qargan joyi yo'q akalar. Kraska kaltelari Mana shu betida ichiga o'tmagan. Mana shu yerda. Shu yerda bor xolos, a, xullas, a? Betida Shu yuzida shu yerda bo'lgan ekan, akalar ichiga o'tmagan deyishyapti. Shuni ham narx kosmetikaga sepilgan. Narxini qancha deyapsiz aka buni? 4,5 ming kami bor. Savdosi bo'ldimi? Yo'q, endi bor. Endi xudo xolasa variant barter bank 2000 borga kelishaveradi. 2000 puli borga variantga chiqaveradi. Bank bo'laveradi. Bank qilib olsanglar ham bo'lar ekan. Telefon nomeringiz 97 97lik 973 07 17 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveradi. Bitta avtomobilimiz akalar oq rangdagi Matiz, mashinamiz 2009-yil, xullas MX lyuks konditsioner variantidan avtomobilimizni motor qismiga kelsak, motor holatlari, shoklari, ustunlar ko'ryapsizlar, gazlari, konditsionerlari bor. Konditsioner ishlarmi ekan aka? ishlaydi. Konditsionerlari ham akalar ishlaydi ekan. Balonlariga kelsak, balonlarimiz ular to'rtta yangi balongacha taqilgan ekan. Balon holatlari yaxshi, ko'rdinglar o'zingizlar ham. Saloni Lino'ning ko'rish, chixol, mana salon holatlari 245 ming tabloda turibdi. O'zini yurganimi aka bu? O'zini akalar halol yurgani ekan. Orqa oynalar tonirovka bo'lgan. Mana bu yoqdan ham bir qator salonlar ko'rinishi, bagajni. Mashinani bagaj ochilmadi. Olsanglar ham akalar bir qator o'zingizlarga nima qilib bagajni ochilgan qilib, trosga tortilib qolgan. Trosini torttirib, sal bagajni nima qilib olsanglar bo'laveradi. Aka, motor hadoylari? Zo'r. Yaxshi, motorda rasvot yo'q, a? Hadoyda ishchi? Hadoylari yaxshimi zo'r? Hadoylari ham yaxshi, xudo xolasa. Qayerda mashinasi ekan aka? mashinasi. Yospayani mashinasi. Kraska kaltelari-chi? Udari yo'q, 30%, 25% kraskasi bor. Udari yo'q, 25-30% kraskasi bor ekan. Narxi aka? 3 ming kami bor, a? Savdosi bo'ldimi aka? Savdosi bo'lyapti, endi kelganimdan kelishaveramiz. Variant barter bank $1000 puli bor odam bo'lsa, Andijon viloyatiga oyma to'lashga kelaveramiz. akalar $1000 pul, eng kamida 1000 pullar bo'lsa, Andijon viloyatiga oyma to'lashga variantga chiqaverar ekan. Telefon nomeringiz aka? 90lik 254 77 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveramiz. Mashinani o'zingizlar ham holatini ko'rib turibsizlar. Navbatdagi avtomobilimiz akalar oq rangdagi Matiz, mashinamiz 2009-yil, 345 ming yurgan ekan mashinamiz. Best avtomobilimizni motor qismiga kelsak, mana motor holatlari, shoklari, ustunlar, xullas gazlari bor ekan akalar. Balonlarimiz, to'rtta balonimiz yaxshi holatda. Saloni Lino'ning ko'rish, chixol, xullas salon holatlari 345 ming yurgan. Xullas endi o'zingizlar ham akalar bir qator ko'rsatib tekshirib olasizlar, yurganini ham, boshqasini ham endi bizga o'shalarimiz ham bergan ma'lumotlarini sizlarga aytib ketamiz. Endi akalar kimdir rost gapiradi, kimdir yolg'on gapiradi akalar. Bir qator tekshirib olasizlar xullas. Temir metal bagajimizning choklari, avtomobilimiz bu yoqdan bir qator salonlar ko'rinishi, bagajimiz akalar chok holatlari.
videoga maksimal like bosamiz, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini ham bosib qo'yamiz. Mana akalar mashinaning orqadan ko'rinishi. Aka, motor hadovi yaxshi. Rasvot yo'q. Rasvoti yo'q. Motor rasvot yo'q, hadovoyda ishi yo'q. Bu qayerda mashinasi? 80 metrda mashina. 80 metrlikda akalar mashinasi ekan. Kirasi kaltilari 40% 30-40%cha bor a. Buning narxini qancha deyapsiz? $3000. 3000 kami bor a. Variant Barterbank $1000 puli bo'lsa, Andijon viloyatiga oyma to'lashga beraveramiz. $1000 puli bilan Andijon viloyatiga oymoy to'lashga variantga chiqib ko'rar ekan. Telefon nomeringiz aka? 90lik 254 77 72 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveramiz. Navbatdagi avtomobilimiz akalar oq rangdagi Best mashinani 2009-yil 89000 yurgan. Aka 89000 halol yurganimi? Mashina shunday olgansizlar. Avtomobilimiz akalar motor qismiga kelsak, motor holatlari, shotlari, usulitlari, xullas gazlari bor. Balonlarga kelsak, balonlarimiz turibdi. Yangi balongacha taqilgan. Avtomobilimiz saloni, linoleum, kovrik, chexol, xullas. Salon holatlari, endi tabloda 89000 turibdi. Akalar chexollari ham ko'ryapsizlar. Chiroyli yangi chexollargacha taqib qo'yilgan ekan. Orqa oynalar tonirovka bo'lgan. Avtomobilimiz bu yoqdan bir qator salondan akalar ko'rinishi. Bagaj qismiga kelsak, temir metan, bagajimiz akalar choklari, avtomobilimiz bu yoqdan bir qator salondan ko'rinishi, bagajimiz akalar chok holatlar. Mashinani orqadan bir qator ko'rinishi. Aka, motor hadovilari, xudo xolasa, Motorlar yaxshi, motorlar yaxshi, to'rtta balon yangi hali ko'tilgan. motor rasvot yo'q, hadovoyda ishi yo'q, akalar to'rtta yangi balongacha taqilgan. Qayerda mashinasi? Andijon shaharda. Shaharda mashinasi. Kraska kaltilarichi? Kraskasi aka kapot bilan kirilodi, yarmida petnosi bor. Kapot bilan kirilodi, yarmida petno bor. Qolgan joyi yaxshi, aka. Ichiga o'tmagan butun. Bu ham akalar ichiga o'tmagan ekan, butun deyishyapti. Bu narxini qancha deyapsiz aka? Aka narxini 3300 deyapmiz aka. Obunachilaringizdan kelsa aka $300 o'tib 3000 ga. Agar bizni kanaldan chiqsanglar, akalar 3000 ga ishda beraveramiz deyishyapti. Mashina endi 89000 yurgan ekan, tabloda 89000 turibdi akalar. Kraskalarni o'zingizlar eshitdinglar, variant Barterbank yo'llab bormi yo'qmi aka? bankga beraveramiz. $1,500 oldindan puli bo'lsa bankga beraveramiz. 1,5 pullar bo'lsa oldindan bank qilib olsanglar bo'laverar ekan. Telefon nomeringiz? 77lik 77lik 254 254 17 78. 17 78 raqamlariga aloqaga chiqaveramiz. 8 gacha qilsa, hani birargilar 10-11 Rossiyada yurganlar ham qilyapti, 10-11 olib ketib olyapti. 8 gacha qilsin, bemalol ertaman 6 dan 8 gacha. Akalar, eshitdinglar, ertalab 6 dan 8 gacha telefon qilamiz ekan. Endi to'g'ri, sizlar ham tushunish kerak ekan. Ishdan chiqib, u qilganlarcha akalar bu yerda O'zbekistonda soat vaqt ancha kech bo'lib ketyapti. Men o'sha Rossiyada akalarimiz kimlardir qilayotgan bo'lishimiz, kimdir 8-9 da dam oladi. Shuni hisobiga aka hisobini olib akalar telefon qilamiz. Yani to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Videoga like bosamiz, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini ham bosib qo'yamiz. Akalar, Matiz'ni arzonni so'ragan akalarimiz, xullas, mashinani 2007-yil ekan, sariq rangda ko'ryapsizlar. MX xullas variant akalar. Mashina holatini qaranglar akalar, xullas mashina pul topadi, mashina pul topaman yorvoraman. Yirtitalab turibdi akalar, tagi ham ko'ryapsizlar, yaxshi svetda, xullas, san'atli svetda bo'lgan, ammo xullas shunaqa ekan. Puli ham vaqti yengil. Xullas, Matiz qidirib yurgan akalarga shtiret video tashlab qo'yamiz akalar. Avtomobilimizni salon, linoleum ko'riklari yo'q, chexollari, xullas, salon holatlari akalar. Akalar, bozorda aylanib, menimcha bu narxga Matiz 100% topamizlar akalar. Mashinamizning orqadan akalar bir qator ko'rinishi. Xullas, egasi qaniydi? Mashinamizni bu yoqdan ko'rinishi. Aka, motor hadovilari yaxshimi? Yaxshi. Motorda rasvot yo'q, a? Yo'q. Hadovoyda ishi? Bordir, endi uni o'ziga moslab oladi. Ozma-oz bor, a? Ozma-oz akalar bor ekan, endi bir qator olgandan keyin o'zingizlarga ham bir qator balli boyodan moslab oladi. Narxini aka bo'lishi 1600 bo'lishi deyapsiz. Yo'q, 1700. Sizga mayli 1600. O'zi akalarimiz 1700 deyishyapti ekan, bizning kanaldan chiqsanglar 1600 bo'lishi ekan. Ular 1600 ishtirib beraveramiz deyishyapti. Variant bir nimalar chiqmaydi aka? Faqat naqdgami? Ha. Yoki где-то $500 puli borga variantga ham beraverasizmi aka? $700 Andijonda shaharda bo'lsa Andijon shaharda akalarimiz xullas Andijon shaharlik akalarimiz $700 bilan variantga ham chiqaveradi ekan. Akalar bosolagan joyi menimcha telefon nomerlari 33lik 311 02 06. Ikkinchi nomerlari 90lik 571
1731 1737 ekan raqamlariga akalar aloqaga chiqaraveramiz. Navbatdagi avtomobilimiz akalar oq rangdagi Matiz mashinamiz 2013-yil 255 ming yurgan ekan akalar. Avtomobilimiz motor qismiga kelsak, mana motor holatlari, choklari, usulitillar akalar, mashinada gazlari bor, xullas mashinaning holatini o'zlaring ko'ryapsizlar mana akalar. Balonlari kelsa, balonlarimiz, to'rtta balonimiz o'rtacha holatda. Saloni linoleum, ko'rik, chexol, xullas mana salon holatlari. Orqa oynalar ta'mirlab bo'lgan. Mana ko'ryapsizlar, salonlari ham akalar akkuratli, xullas chiroqli qilib qo'yilgan. Chexollari ham urinib betib ketmagan, o'rtacha holatda ekan. Temir metal bagajimiz, choklar, avtomobilimiz yoni salondan ko'rinishi, bagajimiz akalar, chok holatlari. Mashinani orqadan akalar ko'rinishi ekan. Aka, motor hadoylari qanaqa? Zo'r aka motorlar. Motorda rasot yo'q-a? Yo'q, qilingan polni o'tgan. O'tganlar akalar polni motor hadoy qilingan deyapsiz. Xudo xolasa motorda rasot yo'q ekan. Hadoyda ham ish yo'qmi aka? Yo'q, yo'q. Hadoyda ham akalar ishlari yo'q ekan. Qayerda mashinasi ekan? Marhamat. Marhamatning mashinasi. Klassikaltilarchi aka? Grilosida bor, bittasida petno bor. Bitta Kirilloda bor, bitta joyda petnosi bor. Qolgan joylari yaxshi, xudo xolasa. Qolgan joylari akalar yaxshi ekan. Aka, narxini qancha deyapsiz? 3900 dan o'tib beramiz. 3900 kami bor. Savdosi bo'ldimi, bozor so'radimi aka? Yo'q, yo'q, bugun unaqa odam yo'q. Bugun jumali ekan, ko'ryapsizlar akalar, bozor ham tushdi. Odam ham uncha yo'q, xudo xolasa bozor ham qattiq bo'ladi menimcha. Soatimdan videoda endi 10:30-11 bo'lyapti. Aka, variant barter bank yo'llari? 2000 puli borga kelishaveramiz. Naqi qancha deyotdingiz? 39 dan tushib 3900 kami bor, 2000 puli borga variant ham kelishib tursa bo'laveradi. pulni kelishib Telefon nomeringiz aka? 97lik 272 272 2666. 2666 raqamlariga akalar aloqaga chiqaramiz. Navbatdagi avtomobilimiz akalar 95 aka, mana havo manaqaligiga nima bo'lyapti? Hamilon Svetda, to'g'rimi? 95 Svetdagi Matiz mashinamiz 2008-yil ekan akalar. Avtomobilimizda mana motor holatlari, choklari, usulitillar, gazlari bor. Balonlari, ikisi balonlarimiz to'rtta yangi balongacha taqilgan akalar. Saloni linoleum, ko'rik yo'q, chexollari, xullas mana salon holatlari o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Tabloda akalar 398 ming turibdi ekan endi. Bu tablo rostmi, yolg'onmi, to'xtab qolganmi, Alloh biladi. O'zingizlar ham bir qancha telefon qilib so'rab aql olasizlar akalar. Mana salondan akalar ko'rinishi. Xudoyim. Videoga maksimal like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini ham bosib qo'yamiz. Mana bu yoqdan bir qator salondan akalar ko'rinishi, mana bu yoqdan ham bir qator ko'rinishi. Mashinani orqadan videoqasi, xullas qolgan ma'lumotlarni hozir egalaridan olib o'tib ketamiz. Aka, motor hadoylari yaxshimi? Minish kerak olasiz ekan. Ular asfalt yo'q. Olib turib akalar asfalt qilmaslar ekan, faqat minadigan joy ekan. Qayerda mashinasi ekan? Sharxonning mashinasi, klassikaltilari 50%. Bidet 50% bor. Suvi butun, unaqa kalta yo'q deyapti. Oldarqalari pechatmi? Oldarqalari akalar pechat ekan. Narxini qancha deyapsiz? 3000 kami. 3000 kami bor. Savdosi bo'ldimi? Bozor so'radimi? Yo'q. Endi xudo xolasa, variant barter bank Yo'q. faqat naqdga, faqat akalar naqdga sotilar ekan. Mohna o'zingizlarda dehqonchiligi, mohna akalarimiz o'zlarida dehqonchilik. Aka, gen chiqami yo'qmi? General Davenskiy minibusda bo'ladimi yo'qmi? Chiqadi. Xolasanglar nominal o'tkazilsa ekan, xolasanglar generalni qilib minib tashi. Mana yuksaklar ham bo'lar ekan. Telefon nomeringiz aka? 97lik 584 24 86 raqamlariga akalar aloqaga chiqaramiz. Navbatdagi avtomobilimiz akalar sara rangdagi Matiz mashinamiz 2006-yil deyishyapti. Avtomobilimiz xullas motor qismiga kelsak, mana motor holatlari, choklari, usulitlari, xullas yangi akkumulyatorlargacha qo'yib qo'yilgan ekan. Xullas tagi akalar 95 svetda bo'lgan ekan, tagi akalar 95 svetda bo'lgan ekan. Ko'ryapsizlar. Xullas gazlari bor. Balonlar ikisi balonlarimiz to'rtta yangi balongacha taqilgan. 75 talik gazi bilan, 75 talik akalar gazlari bilan. Linoleum, ko'rik, xullas chexol, xullas mana salon holatlarini akalar ko'ryapsizlar.
Mana bir qator bu yoqdan bir qator akalar salondan ko'rinishi. Mashinamizni mana orqadan bir qator videoqasi. Aka, motor hadoylari yaxshimi? Hamma yo'q zo'r, çok. Motor rasxod yo'q. Minish kerak. Olasizlar, faqat minasizlar ekan. Unaqa rasxod yo'q deyishyapti. Qayerda mashinasi? Shaharda mashinasimi? Ha, Andijon shaharda mashinasi ekan. Sariq o'chadigan qo'shmaydigan. Sariq akalar o'chadigan ekan. Kaltelar qanaqa? Umuman kalta yo'q, suvay butun. Umuman kalta yo'q, suvagi butun mashina ekan. Narxini qancha deyapmiz? 22 kami bor. 2200 kami bor. Savdosi bo'ldim, bozor so'radim. Berishyapti. Qancha qilish? 15 yarim, 14 ham berishdagi. Bozorda. 1400, xullas 1.5 eng, xullas 1550 qilishdi patologi. Endi aka bermaganingizga berasizmi yo aka ustiga qo'shsin, ozmoz qo'shsa, barakasi bo'lib ketadi. Variant yo'li yo'qmi? Jicha nasiya qilib beraveramiz yetmasa. Yetmay qolgan joyga nasiya. Endi qancha olib kelish kerak aka? Boring 1000, 1200. Ha, 1200 pullar bo'lsa, xullas qolganini keyin nima qilib turib bersalar ham bo'lar ekan. Telefon nomeringiz aka? 94. 94lik 061 061 51 52. 51 52 raqamlariga aloqaga chiqaveramiz.